Hurmatli obunachilar, 6 sotiylik qurilish bitmagan uchastkamiz chiqyapti. Adresga kelayotgan bo'lsak, Detskiy больница, военный gospital. Shunday o'tgandan yo'l ustida joylashgan. Birinchi ko'cha. Birinchi ko'chaga 6 sotiylik uchastkamiz sotuvda. Shuni birgalikda obzor qilamiz. Ko'rib turganlaringdek, yo'lda asfalt bo'lgan, svetlar, gazlar o'tgan. Keladi. Bemalol xohlaganda usulga qurib bo'ladi. Endi o'ziga moslashtirib qurilish qila olasiz. Narxi juda arzon. Tarafdagi yerlar narxi anchagina baland hisoblanadi. Aka, hujjatlarni oling ham, hujjatlarni tekshiraylik ham. Hujjatlar. Hop. Kadastrlari unlanmış. Hammasi joyiga keldi. Sotdilarning hammasi joyiga. Aka, narxi nech bo'ldi buni? Narxini 250 million deyapmiz, kelishtirib beramiz. 250 million, 220 million. 220 bo'lmaydi aka. 220 desangiz, bizlarga realni shu 220 sarashadi bizlar. Yo'q, 220 bo'lmaydi aka. Ha, 225 bo'ladi. 40 beringizlar. 230 aka. Telefon nomeringizni qo'yib beramiz. Bemalol bizlar obunachilar sizga telefon qilib savdo qila olishadi. 230 bizga barakami? Oling aka. Baraka. Hurmatli obunachilar, 230 million, yana 1 million 2 million o'tib beradilar sudatiga. Real nolga real narx berib, pastdagi nomerga bemalol telefon qilib o'ringlar.